Restoranga bir 6-7 yoshar bolasi bilan kirdi, o'sha bir musulmon odam. Ovqatlanib o'tirib, bitta stakanda tushirib yubordi bola. Hali sindi tushib. Ofisant qiz kelib, hali bolani urishib berdi. Ehtiyot bo'lmaysanmi? Nima qilganing bu? Sindi mana stakanda o'di, haligi otasi to'xta dedi. To'xta dedi. Nech pul turadi stakaning dedi. Stakanim paloncha so'm turadi. Shart qo'liga ikkita stakanda pulini berdi-da, haligi ofisant qizni qo'lida turgan stakanda ikkinchisini olib berib bolasiga tasha buni ham dedi. Sindirdi, to'lab chiqib ketdi. Ya'ni bolasini bo'ynini qisilishligi, qo'rqoq bo'lishligini oldini olyapti. Biz stakan sindiringlar demoqchi emasmiz. Bizda bo'ladi, piyolani sindirib yuboradi, ovqatni to'yib yuboradi, bir narusheniya qilganda sirazi nima bo'ladi? Piyolasi sinib ketganda yoki bir qandaydir biror bir jihozingizga talofat yetkazganda darrov kalta beriladi. Aytingchi, bolangizni yuragini sindirishlik hisobiga bitta piyolani saqlab qolishlik arziydimi? Ota-onalarda o'zini tarbiyasi yo'q.